Assalomu alaykum, Ko'chma do'kon kanali obunachilari. Mana yana bitta elita qatlamdagi do'konimiz tayyor bo'ldi. Nimaga elita deyapman? Chunki hozir mana shu ko'rinish juda ham trendda bo'ldi bizning o'sha do'konlarimizda. Nasib bo'lsa, bu do'konimiz 3x4 razmerda. O'yinlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Polniy tonirovka qalinidan, pastlariga ham polniy alikafondan anaqa qilib berdik. Yo'l ustiga qo'ysa ham tosh-bosh utishlarini oldin oladi. O'sha oyna sinmaydi ham. O'zi oyna qalinligini bilasizlar, uncha sinmaydi. Nasib bo'lsa, tashqi ko'rinishlari ham juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, ichlari mana ko'rishlaringiz mumkin. Devorlari MDF, polniy qalindan uramiz MDFni. Ko'rishlaringiz mumkin. Tepalari plastik va shunaqa kabinli kanal o'tkazib qo'yamiz. Bemalol o'zlaringiz montaj qilaversanglar bo'ladi. Xohlagan joylaringga o'sha rezitka va kulchatirlarni qo'ya olsangizlar bo'ladi. Bunga ikkita deraza qo'yib berganmiz. Mana birinchi derazasi ko'rishlaringiz mumkin. Derazalari ham o'sha akfalari antrazit materialdan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu yerga yana bitta deraza qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bu ham juda ham neobishli chiqqan derazachasi. Akfalari antrazit. Pollari shpun taxtadan bo'ladi. Rossiyadan keltiriladi bu narsa zakazga. Ko'rishlaringiz mumkin. Hech qanaqa boyagidek MDF emas. MDF ham yaxshi-yu, prosta bu MDF dan ko'ra yaxshiroq, chunki suvga, namga juda ham chidamli bo'ladi. Kimga shunaqa shinam do'konlar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Biz 12 viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz, xohlasangizlar joyiga borib, xohlasangizlar shunaqa joyida tayyorlab yetkazib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga like bosing va kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Ishimizni qo'llab-quvvatlab tursalaringiz shunaqa yaxshi do'konlarni qo'yib boramiz va o'zingizga xohlagan razmerdagi va xohlagan o'sha ko'rinishingizdagi do'konlarni tayyorlab beramiz. Rahmat hammaga.